Ronaldoning o'zi va oilasi xavf ostida. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. Saudiya Arabistoni chempionatida to'purarlik mahoratini namoyish qilib kelayotgan An-Nasr hujumchisi Cristiano Ronaldo futboldan tashqari maishiy muammolarga e'tibor qaratishga to'g'ri kelmoqda. Marca nashrining yozishicha 40 yoshli hujumchi Saudiya Arabistonida bo'lib turgan bir guruh noma'lum shaxslardan o'zi va oilasiga qaratilgan tahdidli xabarlar olmoqda. Bu guruh Cristiano Ronaldoning o'zi va oilasi vakillarini o'g'irlab ketish va bu orqali pul undirishni maqsad qilgani aytilmoqda. Cristiano Ronaldo xavfsizlikni ta'minlash uchun portugaliyalik sobiq harbiy xizmatchi Miguel Viazni yolladi. Bu mutaxassis yuqori darajadagi xavfli harbiy va jangovar amaliyotlarda ishtirok etgan. Miguel yaqinda Ronaldoning sevgilisi Georgina Rodriguezga Parijda tashkil etilgan moddalar namoyishi tadbirida ham hamkorlik qilgan edi. Uning fotograflarga qilgan qo'pol munosabati ko'plab e'tirozlarga sabab bo'lgan. Endi Miguel Viazga yanada mas'uliyatliroq vazifa topshirildi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabin, kanalimiz rivojlanishi uchun ushbu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.